Qizg'onaman uni ko'zi boridan, ilk ko'rganimda ko'zlari qildi meni afsun, boshqa chalg'imadan. Oy beka, tabriklang. Bugun meni glavvrach qildi. Glavvrachdan oldin kim qiluvdi? Zavedishi qiluvdi. Zavedishidan oldin kim qiluvdi? Anesteziolog qiluvdi. Anesteziologdan oldin kim qiluvdi? Vrach qiluvdi. Bu qo'lma-qo'l bo'lib ketibsiz-ku, ha? Oy beka, jinnimisiz? Men medikman, sizga lavozim oshgan yetyapman. Odam bo'lmaysiz siz. Buni shu ketishga ketaversa, shu bir частный klinika ham qiladi-yo. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, ittanam, bittanam qarz olib ketdim onangni gul. O'zi pensam ara. Qara, o'pishni ko'rsataman senga. Live xap ko'rsataman senga. Live xap. Yaxshi ko'raman. Sen bor semiz bo'lsang ham, sen qalbing toza qiz. Sen qara, sen nima uchun men yaxshi ko'raman, bilasanmi? Agar u bu joyda chiqal-piqal bo'lsa, pulni mana shu orqangga shuna o'tib olaman, yaxshini olaman, xuy topaman naqd. Lekin o'ylagar jalabizga kecha-kechasi uyqumizda mana shu spannada yotganda jalabizga bilmasam bosib ko'rsang o'lib qolaman-da, shu bitta notomoni bor. Bitta sendan shartim, ikkalamiz ikkita xonada yotamiz. Ikkita xonada yotamiz. Bitta xonada yotib Hey, mana shu Tyson Chopra demanglar, mazalarni qochirib qo'yaman. Tyson Chopra demanglar, qachon qizim ko'p ko'ryapman shunaqa kommentarlar. Mazani qochiraman, bitaraman. Necha yoshdasiz o'zingiz? Endi 16 ga kirdim. Meni yoshim katta, lekin 16 yoshda ekansiz, hali kichkina ekansiz. Sizni bolam qilib yuraman. Siz yoshingiz nechida? Necha berasiz menga? Endi men qatori bozor nechini ko'taryapti? Tizchi kechirim so'ra. Zekaga kechiring, ahmoqlik qildim deb. Opangiz sizga men hozir to'g'ri, opasini sizga. Opangiz kiysan harom narsa. Opangiz kiysan. Opasini sizga. Yete opang. Gel. Qani? Miska kok. Tunuka qo'ying. Tupet. Tunuka. Evet, onangni ko'tiga miko'shame, kuntani bachasi. Kerem bu tunuka. Seni onachangni ko'tchasiga haydaysan, haymi? Tunuka var ya. Bayaş tunuka bak. Tunuka bak, xudo armışam tunuka. Ko'rvorimni yepsan shu gapingga, haymi? Qo'tog'imni yepsan. Dillomaka? Ha, keremi xuret. Zalatoyaş mı? Zalatoyaş. $800 bo'ldi onangni ko'tiga sikdan 6 gram ye. Ne. Dilloş ne bak. Çisteş ne? Çisteş. Qadrdonlar, mana ona shir meni sudga berib, ishtirokka tiqtirib, ana-buni qildiraman deb, mana ona shir qo'lingdan kelganini qilaversan, mana kreditni olib pulni tayyor qilib qo'ydim. Qo'lingdan kelganicha harakatni qilaverasan, tushundingmi? Pul tayyor. Xohlagan yeringga yozib, xohlagan yeringga aytgin bo'ptimi? Mana kreditni olib senga tayyor qilib qo'ydim-da. Deganlar, mana uni qilgan qilig'ini qaranglar. Gaziga bosgin, dalshi bo'lishi men boraman degan yerimga dalshi bo'lishi boraman. Qaytish yo'q. Qizil hayotda qaytmaydi qizil. Qizilni eplab bo'lmay ketgan uji.